e'tibortardi. Mana shu savol menda tug'ilgan alam savoli bo'lgan. Bu nima uchun nimaga qanaqa boshqacha nimaga $1,5 ming pulim yo'q mana shu joyga borib kelgan. Tishim bilan sug'urib olganman jahon chempionatini. Shunaqa qarzga botib ketganman, lekin bordim, keldim, qaytdim. Shu savolni ertaroq bermaganim xatoyim deb hisoblayman. Tushunyapsizlarmi? O'zingizlarni mana shu yerda ham spikerlar o'tiribmiz. Men qo'rqadigan narsam kibrlanib qolishdi. Biz qanaqadir g'ayrioddiy odamlar emasmiz. Shu yerda любой o'tirgan inson bizdan ko'proq natija qila oladi, bemalol. Tushunyapsizlarmi? Elon Musk o'tirsa ham shu narsani tushunishlik kerak. Hammamiz insonmiz. Kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, men Rossiya rekordini o'rnatib keldim, bor 2x o'rnatib kelayman. Kimdir jahon chempionatini yutib keldimi, yana bir marta yutib kelsa bo'ladi. Kimdir misol uchun 26 ta filial ochdimi, 260 ta filial ochsa bo'ladi. Doim u chegara yo'q. Shu narsani tushunishlik kerak. Hech qachon o'ylamanglar, shu kimdir qildida men bu narsani qila olaman. Qila olasizlar. Как minimum shu narsani harakat qilib ko'rsanglar bo'ladi. Tushunibsizlarmi? Mana bu yerda alam qolmaydi. Shuni hisobiga savol beringlar o'zingizlarga. Har safar mana shu sahnada ko'rgan insonlaringlarni bizni ko'rasizlar, boshqa odamni ko'rasizlar, televizorda yoki boshqa joyda qanaqadir boy odamni yoki muvaffaqiyatga erishgan inson yoki olimpiyskiy chempion ko'rsanglar, o'zingizga bitta savol berishinglar kerak deb o'ylayman. Nima uchun men emas? Nima uchun sen emas? Tushunibsizmi? Mana shu savolni bergandan keyin balki qanaqadir fikrlash jarayoni paydo bo'ladi. Rahmat.